Ikkinchi mavzu: eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari. Rejalar bilan tanishamiz. Birinchisi, eng qadimgi odamlar. Ikkinchisi, eng qadimgi odamlarning mashg'ulotlari. Uchinchisi, diniy e'tiqodlarning vujudga kelishi. Demak, darsimizni boshladik. Eng qadimgi odamlar. Odam qanday paydo bo'lganligi haqida ilmiy, diniy, afsonaviy va dunyoviy naqllar mavjud bo'lib, biz bu masalani ilmiy asosda antropologiya va arxeologiya ma'lumotlariga tayangan holda o'rganamiz. Yer yuzidagi dastlabki odamlar qaddi qomatini tik tutib yurgani, mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilgani uchun hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan. Va Toshkent vohasidagi Ko'lbuloq manzilgohidan ham topilgan. Bular qo'pol tosh qurollar bo'lib, ularning bir tomoni urib o'tkirlangan. Arxeologiya fanida bu tosh qurollar chopperlar deb nomlangan. Mehnat qurollari odamlarga yegulik topish uchun kerak bo'lgan. Dastlabki mehnat qurollari sodda edi. Uchi o'tkirlangan tosh va tayoq bilan qurollangan odam hayvonlarni ovlagan. Uchi o'tkir tayoq yordamida o'simliklarning iste'molga yaroqli ildizlari va ildiz mevalarini kovlab olgan. Tabiat insonga nima diniy e'tiqodlarning vujudga kelishi. Mehnat faoliyati, tevarak olam haqida to'plangan bilimlar asta-sekin insonning fikrlash qobiliyati va tafakkurini o'zgartirib bordi. Odamlar o'zlariga tushunarsiz bo'lgan hodisalar haqida o'ylay boshladilar. Kun bilan tun, yil fasllari almashishi, vulqonlar otilishi, yer qimirlashi va boshqa tabiat hodisalari odam e'tiborini o'ziga tortgan. Ana shu hodisalarning sabablarini tushuna olmagan inson momaqaldiroq, yashin, shamol, yomg'ir kabi tabiat kuchlariga sig'ina boshladi. Ovchilik va termachilik rivojlangan davrda inson o'zini tabiiy muhitdan hamda o'rab olgan hayvonot va o'simliklar olamidan ajratmagan. U tabiatni jonli deb hisoblagan. Odamlar
tabiatdagi turli hodisalar negizida g'ayritabiiy kuchlar yashiringan deb o'ylaganlar. Ular ana shu kuchlarga e'tiqod qilishgan. Odamlar guruhi jamoasining biror bir hayvon yoki o'simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish fanda totemizm deb ataladi. Odamni o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga e'tiqod esa animizm nomini olgan. Qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirilishiga yoxud balo qazoni bartaraf etishiga ham e'tiqod qilganlar. Bu e'tiqod fetishizm nomini olgan. So'nggi paleolit davriga oid g'orlar devorlarida topib tekshirilgan rasmlar ham qadimgi odamlarning diniy tasavvurlari to'g'risida hikoya qiladi. Bunday rasmlardan eng qadimiylari Ispaniyadagi Altamir, Fransiyadagi Lasko va Boshqirdistondagi Kapova g'orlaridan topilgan. Odamlar mazkur rasmlar bo'lajak ovda ularga yordam beradi deya ishonishgan. Rasmlar qarshisida hayvonlar harakatlariga taqlid qilib raqsga tushgan, ov manzaralarini tasavvurga keltirishgan, nayza uloqtirishni mashq qilishgan. Qadimgi rasmlar qimmatli tarixiy manbalardir. Ular inson nimalar haqida o'ylagani, tevarak dunyoni qay yo'sinda tasavvur etgani, qaysi hayvonlarni ovlagani, qanday mehnat qurollari va qurol-yaroqlardan foydalanganini bilib olish va tushunishga yordam beradi. Odamning o'zini qurshab turgan tevarak olamni tushunishga intilishi eng qadimgi tasviriy san'at rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat. Bugungi mavzuyimizga oid tayanch konspekt bilan tanishib chiqamiz. Tayanch konspekt ilk paleolit davrida yashagan odamlar. Australopitek, Zinjantrop, Pitekantrop va Sinantrop. O'rta paleolit davri odami Neandertal, Teshiktosh g'oridan topilgan. So'nggi paleolit davri odami esa hozirgi qiyofadagi odam Kromanyon odami sanaladi. Eng qadimgi rasmlar Altamir, Lasko va Kapova g'orlaridan topilgan. Eng qadimgi diniy e'tiqodlar esa totemizm, animizm, fetishizm. Quyidagi savol va topshiriqlarga javob berasiz degan umiddaman. Birinchisi, eng qadimgi odamlar haqida nimalarni bilasiz? Ikkinchisi, O'zbekiston hududidagi qaysi paleolit manzilgohini bilasiz? Uchinchisi, eng qadimgi odamlarning mashg'ulotlarini sanab bering. To'rtinchisi, diniy e'tiqod kurtaklari vujudga kelishi sabablarini ayting. Beshinchisi, ilk rasmlar qaysi davrda paydo bo'lgan? E'tiboringiz uchun tashakkur.